Serial voqealari o'zining qaynoq nuqtasiga yetdi. Qirollik saroyidagi ziddiyatlar yanada kuchaymoqda. Qirolichaning eng yaqin kishisi unga qarshi qurol ko'tardi. Kim Chi Yang siz o'ylaganchalik oqko'ngil emas, balki u juda xavfli va ayyor odam. Shuncha yildan beri u qabih reja tuzib, sizni aldab kelgan. Kimlar xiyonat tepasida, kimlar sadoqatni mahkam tutgan. Bu makrli urushda kim g'olib bo'ladi? Imperator ayol, eng muhim voqealarni o'tkazib yubormang. U qo'mondon Ganjoning xotini Xyongbini ham o'ldirgan. Qolaversa, imperatorni yo'ldan urgan ham aynan Kim Chi Yang bo'ladi. U Koryoni barbod qilishni reja qilganiga endi shubha qolmadi. Ayblovingiz asossiz. Dushanbadan shanbagacha soat 21:10 da, albatta yoshlarda. Nimaiki bo'lmasin, bari ayni haqiqat. Ko'p xalqlar seni ancha yillardan beri kutishgan. Yovuzlar halokatiga yaqin qoldi. Bu chavandozlar mardlik va jasorat bobida tengsiz edilar. Hamma ularga havas bilan qarardi. Ammo kutilmagan yutuqlar ular o'rtasida turli kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi. Kibru havoga berilgan bu kimsalar oqibatda xalqning nafratiga duchor bo'lishdi. Jodu seni so'nggi imkoniyating. Har bir narsani chegarasi bor. Joduni o'rganishdan oldin elflarni qadimiy tilini bilish kerak. Shunda bir dovyurak o'g'lon adolat istab maydonga chiqdi. Mishmishlarga qaraganda xaloskor paydo bo'lganmish. Va yurtini yovuz kuchlardan xalos etishga bel bog'ladi. Xaloskor albatta yoshlarda. Сладкая жизнь. Лимонад Арктика.